Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun 31-dekabr. Mana Chirchiq shahrida Jalayirda bitta o'zim hovlimni sotishga qo'yapman. Mana bu mahallamiz. Mana shu mahalla yangi asfalt qilingan, hamma joy. Mahalla texi yaxshi, zo'r mahalla. Anaqa masjid bu yerdan 300 metr yog'imiz masjid, yangi masjid. Mana shu darvozadan kiramiz. Kanalizatsiyalar qilingan, vodoprovod, gaz, hamma narsa bor. Mana kirgan joyimiz. Mana shu uy, kadastr hujjatlar, hamma narsasi bor. Dokumentda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bonusiga mana skuter bonusiga uyimiz 3 ta xona, kuxnya, vanna alohida 3 ta xona. Undan tashqari mana kirish vxod, mana shunaqa akva romlar. Mana bu kuxnyamiz. Bu yoqqa aylanamiz. Bu yoqda sanuzel. Mana sanuzel aristollarigacha bor. Bu yoqqa kiramiz. Bitta xonamiz. Mana bitta xonamiz bu. Faqat hali biz gaz o'tkazganimiz yo'q, lekin gaz qilingan. Gaz anaqa kelib turibdi, turbalari. Biz kadastrni yaqinda qilganmiz, o'shaning uchun gazlarni hali o'tkazmadik. Mana yana bitta xona. Bu yoqqa kiramiz. Bu yoqda yana bitta xona. 3 ta xona alohida. Shunaqa. Telefon nomerim 94lik 685 83 13. 5 sotikdan iborat. Hovlimiz 5 sotik. Chirchiq shahri, Jalayir. Ma'rifat mahallasi, Uvaysi ko'chasi, 13-xonadon. Narxiga keladigan bo'lsak 45 ming deyapmiz. Rosa tabiati zo'r, dam olib, anaqa dacha qilib qo'ysanlar ham bo'ladi. Mahalla ham yaxshi. Narxini 45 ming deyapmiz. Sunnatiga o'tadigan joyi bor, sotiladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Yana bir marotaba aytaman, 94lik 685 83 13. Telefon nomerim. Sog' bo'lasizlar, yaqinlaringizga tashab qo'yinglar. Kimga shunaqa hovli kerak bo'layotgan bo'lsa, 2 xonali Chirchiqda 2 xonali kvartiraning narxiga bu. Sog' bo'lasizlar.